Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ayol kishi mashina haydashligi haqidagi savol bo'pti ekan. Bu zamonaviy masalalardan bo'lganligi uchun hozirgi zamondagi masalan Saudiya ulamolari aksari buni man qilgan. Ayol kishi mashina haydashligini man qilgan. Bu narsaga ularni chaqirgan sabab, eng katta sabablardan biri aslida u Saudiya hukumatida o'zi shu narsa man qilinganligi. Shuning uchun biz bu borada aynan Saudiya hukumatiga qarab amal qilmaymiz. Ularda bu ish man qilingan bo'lsa, bu shar'iy man qilingan degani emas. To'g'ri ulamolar, masalan Shayx Ibn Boz va Shayx Ibn Usaymin rahimahulloh bular haqiqatda shar'iy jihatdan ham mumkin emas degan. Lekin keltirgan dalillari ochiq dalolat qilmaydi ayol kishi mashina minish mumkin emasligiga. Ular masalan aytganki, ayol kishi mashina minsa tabiiyki yuzini ochib yurishga majbur bo'ladi degan. Ya'ni ayol kishining niqob o'rashligi farz, mashina minsa yuzini ochib yurishga majbur bo'ladi. Ya'ni yo'lni ko'rish uchun, boshqa uchun yuzini ochishga majbur bo'ladi degan. Lekin bu narsa ya'ni haqiqatda dalillikka yaramaydi. Chunki ya'ni yuzini ochishga majbur bo'lsa, ko'chada yurganda ham ehtimol majbur bo'lishi mumkin. Unga qarab hukm qo'yilmaydi. Shuning uchun bu narsalardan qat'iy nazar aslida shariatga qarasak, ayollar ulov minishlik hukmiga qaytishimiz kerak biz. Ayollar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ulov mingan, faqat havdaj ustida mingan. Havdaj degani bir o'rindiqqa o'xshagan narsani ulovni ustiga o'rnatishadi, masalan tuyaning ustiga. O'shaning ustida keyin ayollar o'tirib ketadi. Ya'ni oyog'ini yerib o'tirmaydi. Shu kursida ustida o'tirgandek o'tirib ketadi. O'sha narsa bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ham. Endi hozirgi zamondagi mashina minsa ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni u oyog'ini yerib ulovni ustida o'tirgandek o'tirib olmaydi. U bir binoni ichida ketgandek, ya'ni hamma joyi yopilgan narsa ichida, mashina ichida ayol kishi yuradi. Uni birov haydadi nima, o'zi haydadi nima? Mutlaqo shariatda uni farqi yo'q. Uni man qilgan dalil yo'q. Endi ba'zilar aytadiki, ayol kishi rulga o'tirsa, ayol boshqaruvda erkakdek quvvatli emas. Shuning uchun ko'pincha hodisalar, avtohalokatlar shu sababdan bo'ladi. Ayollar shu boshqaruvda puxta bo'lmaganligi uchun deyshadi. Bu narsa to'g'ri. Lekin unaqa desak biz unda yosh bolalarga ham mashina haydashni mumkin emas deyishimiz kerak. Nimaga yosh bolalar ham chunki shunaqa puxta bo'lmaydi boshqaruvda, aql farosatda to'liq kamolotga yetgan emas. Shuning uchun ular ham shunaqa halokatlarga uchrab qolishi mumkin degan narsani qilishimiz kerak. Bu hammasi ya'ni tashqi narsalar bular. Aynan hukmga tegishlik ta'sir qiladigan narsalar emas. Shuning uchun shariatda dalil yo'q. Ayol kishi mashina haydasa bo'laveradi. Yana aytishganki, ayol kishining mashina haydasa mumkin emas deganlar. Ayol kishi mashina haydasa gohida mashinasi buzilib yo'lda har xil holatlarga tushishi mumkin. Gohida uni masalan militsiya to'xtatib yoki boshqa qilib bezovta qilib, unga shunaqangi tegajog'liklar boshqalar bo'lishi mumkin deyishgan. Lekin bu narsaga qarasak, piyoda yurganda batariqa a'lo undan ko'ra ko'proq bo'lishi mumkin. Ya'ni ayol kishi masalan ommaviy transport vositalariga minsa, avtobusga minib olsa, mikrobusga minib olsa yoki yana metroga minib olsa, u ayol erkak alohida qilinmagan bo'lsa, bundan-da kuchliroq ayol kishiga tegajog'lik yoki tazyiqlar, shunaqa holatlar bo'ladi. Xususan masalan hozirgi kunda ayol hijob bilan yursa, agar shunaqangi hijob tazyiq bo'lgan yurtlarda yashaydigan ayol bo'lsa, bunaqa holatda batariqa a'lo piyoda yurganda unga ko'proq qarovchilar, ko'proq unga ajablanuvchilar, ko'proq unga gap otuvchilar shunaqalar ko'payadi. Unaqa holatda bu pinhona mashinaning ichida yursa, o'sha kamroq bo'ladi. Shuning uchun shariat shunchaki suratlarga qaramaydi. Shariat doim maqsadga e'tibor qaratadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, innalloha la yanzuru ila suwarikum valakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Alloh suratlaringga qaramaydi, qalblaringdagi holatga qaraydi deydi. Bu mashina minganda ham suratida go'yoki ayol kishi rulga o'tirib olib boshqarib ketayotganligi bunday bir yomon ko'rinsa ham, lekin ma'no e'tibordan qarasak, piyoda yurganda hammaga fitna bo'lib yurishligi batariqa a'lo undan ko'ra ko'proq fitna bo'lishi mumkin. Bu narsalar uchun
Shuning uchun ayolni mashina minishdan man qilinmaydi. Inshaalloh mashina minsa bo'laveradi, joiz. Hop, endi agar ba'zilar aytganki, mashina minishni ayollarga mumkin emas deganlar sabablardan birini aytishganki, agar ayollarga mashina berilsa, ayolni bu bog'ichni yechib yuborish bo'lib qoladi degan. Aslida shariatda ayol iloji boricha uyda o'tirishlikka buyurilgan. Agar uni mashinasi bo'lsa, xohlagan joyiga boradi, xohlagan ishini qiladi, bu fitnaga sabab bo'ladi. Ayol kishi sal eri bilan janjal qilib qolsa ham mashinasini minib ketib boradi bir joyga. Mana shunaqa holatlar kelib chiqishi mumkin deyishgan. Agar shunaqangi betayin narsalarga mashina minish bo'layotgan bo'lsa, haqiqatda bu to'g'ri. Ya'ni o'zi ayol kishi behudaga ko'chaga chiqib, aylanib yurishligi bu narsa yaxshi emas. Hech narsadan hech narsaga ko'chada o'tirishligi, ko'chada yurishligi bu yaxshi emas. Lekin hozir savolda aytilishidek bu ishga boradi, keladi yoki bolalarni masalan bog'chaga olib boradi, olib keladi yoki boshqa shunaqangi zaruriy hojat bo'lgan narsalarni qiladi. Mana bunaqa holatlarda ayol kishi piyoda yurganda ham o'sha ishni qiladi, ko'chaga chiqib va mashinaga minsa ham o'sha ishni qiladi. Shuni man qilishga hech qanday asos yo'q. Bunda bo'laveradi. Ba'zilar aytganki, bunda yaxshisi urf-odatga qaytish kerak. Ya'ni agar qaysiki bir mintaqada, mamlakatda ayollar shu mashina minishligi urf bo'lsa, o'sha yerda mashina minsa bo'laveradi. Agar qaysiki joylarda mashina minish ayollarga urf bo'lmagan bo'lsa, unaqa holatlarda mashina minmagani yaxshi, chunki hammadan ajralib ko'zga tashlanib oladi. Ba'zi joylar shunaqa bo'lsa, ayollar mashina minmasa, o'shanaqa joylarda mashina minmasin ayollar. Hammadan ajralmasin. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda nahannasim an libsi shuhra. Payg'ambarimiz mashhurlik libosini kiyishdan qaytardilar degan. Bu hadisning sharhida aytilganki, nima u mashhurlik libosi desa, odam bir xil kiyimlarni kiyib oladi, hech kim kiymagan kiyimlarni hammadan ajralib qolib, hammani o'ziga qaratadi. Ana shu mashhurlik kiyimi deyilgan. Qaysiki urfda nima kiyilayotgan bo'lsa, o'shani kiyish kerak. Odamlar undan ajralib olib, hammadan boshqacha bo'lib o'zini qaratmasligi kerak deyilgan. Albatta bu shariat hududi bilan belgilangan holda, ya'ni urfga qarash kerak ekan deb hamma yalang'och yursa, yalang'och yuravermaydi. Ya'ni shariat hududi bilan belgilangan holda. Xuddi shuning uchun endi mashina minish ham, agar bir joyda ayollar mashina minmasa, bir ayol mashina minganda hamma unga ko'zini loq qilib qarasa, unaqa holatda minilmaganligi yaxshi bo'ladi. Allohu a'lam.